Aytishlaricha, erkak kishi o'z ayoliga hurmatsiz munosabatda bo'lsa, undan omad yuz o'girishni boshlar ekan. Nega bunday bo'ladi? Ayollarning ijodiy fikrlashi juda kuchli bo'lib, ular o'z fikrlashi bilan nafaqat o'z taqdiriga, balki o'zining turmush o'rtog'ini taqdiriga ham ta'sir ko'rsata oladi. Qachonki ayol kishi baxtdan rohatlansa, baxtli ekanligini his qilsa, turmush o'rtog'ini oldida omad eshiklari birma-bir keng ochila boshlaydi va muvaffaqiyat uni orqasidan ta'qib qila boshlaydi. Sababi ayol baxtini ich-ichidan his qilishi bilan turmush o'rtog'iga eng yaxshi narsalarni tilashni va jalb qilishni boshlaydi. Erkak kishiga ayol kishi orqali yoki omad va gullab yashnash oqimi keladi yoki buzg'unchi oqim keladi. Buning hammasi erkakning o'z ayoliga bo'lgan munosabatida ayollar borliqdagi kuchlarning yupqa pardasi bilan juda yaqin bo'ladi va shuning uchun ham ularning fikri tezda amalga oshadi va ta'sir ko'rsatadi. Agar ayol kishi oilaviy hayotida turmush o'rtog'idan norozi bo'lsa va ko'ngli to'lmasa, turmush o'rtog'ini gullab yashnashi va o'z o'rnini topishi juda qiyin kechadi. Shuning uchun ham dono erkaklar o'z ayollaridan sovg'alarni ayashmaydi. Ayolini yoqimli va go'zal muhitda olib yurishadi. Chunki ular baxtli ayollar oilaning quvonchi va rivojlanishining manbasi ekanligini bilishadi.